Assalomu alaykum, hurmatli matematikaga qiziquvchi yoshlar. Bugun sizlar bilan 5-oktyabr 2025-yil 1-semina matematika milliy sertifikat savolini tahlilini ko'rib chiqamiz. Demak, ushbu savolni yechishda darajavoniy hosilalardan foydalaniladi. Ushbu misolning yechimini birgalikda tahlil qilamiz. Demak, 3 ta formula kerak. Birinchisi A darajada n taqsim m teng m-nchi darajali izosida a ni n-chi darajasi. Ikkinchi formulamiz a darajada n ko'paygan a darajada m bo'lsa, a n plus m, ya'ni asoslari bir xil, daraja ko'rsatkichlari har xil sonlar ko'paytirilsa darajalar qo'shiladi. Uchinchi savol formulamiz a darajada n bo'lingan a darajada m, asoslari bir xil, darajasi har xil ikkita son bo'linganda daraja ko'rsatkichlari ayriladi. Demak, birinchi mana bu ildizli ifodalarimizni daraja ko'rinishida o'tkazib olamiz. Demak, x darajada 3 taqsim 2 ildiz ko'rsatkichida 2 bo'ladi. Bo'lingan x darajada 1 taqsim 5 taqsim. Endi ushbu ildizimizda x darajada 4 taqsim 5 ko'paygan x darajada 5, mahrajda esa bu joyda 2, bu joyda 5, ikkalasi ko'payadi, 10 bo'ladi. Teng. Endi bo'linganda daraja ko'rsatkichlari ayriladi dedik. X darajada 3 taqsim 2 dan ayiramiz, 1 taqsim 5 da. X darajada 4 taqsim 5 dan qo'shamiz 5 taqsim 10. X darajada umumiy mahraj 10. Bunga 5 tadan, bunga 2 tadan beramiz. 15 minus 2 taqsim x darajada 10 umumiy mahraj. Bunga 2 tadan, bunga 1 tadan beramiz. 8 minus 5 teng x darajada 13 taqsim 10 taqsim x darajada 3 taqsim 10 teng kasr chizig'ining ma'nosi bo'lish. X darajada 13 taqsim 10 dan ayiramiz 3 taqsim 10 ni. X darajada 10 taqsim 10, ikkalasi qisqardi. X ni o'zi darajada 1 qoldi. Demak, javob X.